Az qancha berib qo'ydi shuga? 35 berdi mi? Urg'achi Turpoqlar. Assalomu alaykum. Hurmatli mekandoshlar, mastarlar. Bugun Chislov 17-sentyabr 2025-yil Loqat Aral mal bozorida o'tganlar. Buyursa bu videomizda uşul Jalan urg'achi Turpoqlar bo'ladi. Bir yaş, bir yarım aralashtirib, buyursa qo'ldan kelishincha tartib chiqaramiz. Bo'z, qisir, ariq semizlarni qo'shib like'lardan bosib bizga qatalib qo'yinglar. Sizlarga har doim foydali, qiziqli videolarni buyursa chiqarib turamiz. Bismillah de şu yüzü başlattı o anda. Like insan mingden aşırı ayrı. Kaysın bağı dostlar? Tamam lan kaç lira koydunuz abi? Kaça? 32 bin. 32 bin bağı da. Tolka urg'achi Turpoqlar tarttılar. Jalan anı tuğanlar. Kaysı bir aldın mı? 34 yarım golunda. 34 yarım. 34 yarım kaldı durumda oldu. Kaç ekan sarı? 30 bin son kalma. 30 bin. Bazır kaça verdi ekan? 23 bin. 23 bin. O zaman 23 bin. Kaça oldu? Ha. Kaçdan ekan bunlar ekan? 40 mingdan. Bazar kaçdan bağıldı ekan? 73 sarım sırada. Bakın 73.500 so'm turib turibdi. Ava qanchadan pullar ava? Ha? 35 mingdan deydi. Üç urg'achi Turpoq. Qanchadan ava pullari? 45 mingdan. Bozor qanchadan baho berdi? 120. Üçövün 122 ming. 122 ming baho berdi. Qo'ldangizni bersin ava. Qancha bo'ldi soda? Ha. Bo'lagan. Qancha aytdingiz siz? Aytilish bahosi. 40 kami var. 40 ming. Qaysini bag'itdi? Qancha berib qo'ydi? Qancha? 26. 26. 26 ming. Lan şimdi 26 ming berdi. Qancha berib qo'yding shunday bir? 35 değil. 35 ga berib aytaman. 35 mingga berib aytdi. 40 evet. O yakta gözünü yakta Turpoqlar tüzü otar. Qanchadan ekan apallar? 87 mingga berdi. Üçövün bu. Ek joy. Amnalı koyun bu. 87 ga berib ediniz. Bunda qancha ekan bu? 37 ga berdi. 37 mingga berib ediniz ha? Marka ökö 87 ga berib turib, bunda 37 mingga berib etdim. Qanchadan ekan bunlar? 45'ten kalmadım, o 40 bin kalmadı. 45'ten bu 40 mingdan. Ey. Qanchadan berdi bozor? Baho berdi mi? 45'ten ben. Sonra yaptı. Qanchadan berdi? Qancha? Şeyden bir. Qanchadan berdi? Çıkında ne de? 43 44. Qancha oldu aka? 53 gün. 53 ming oldu. 53 ming oldu. Qanchadan ekan pullari? Aslan. Yo'q. Nasıl erkek? Nasıl kaça? Ha, mana urg'achi bu. Pul qancha?
Qancha bulu? 55. 55. Ne olacak? 50. Hoş. 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 Aydağı olayım ki. Jetelep çıkayın. Qancha oldu aka? Ha? Qancha oldu? 45'ke beri beyistan. 45'ke berib berdi. Bu sherik orada aytdi. 45'ke berib aytadi ekan. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan turpoqlar? 45 mingdan. Ularcha aka? 55 dan. Bozor qanchadan berdi? Bunlar 50'den sonra 50 dan ha? Bulardicha? Ha, bular baho bo'ldi aka. So'dag'inlar bersin. Bunlar 50 mingdan so'rabdir. Qanchadan ekan bo'lsa? 55'ten. 55 mingdan. Qanchadan beri so'da baho bo'ldi u? Baho bo'ldi aka. Assalomu alaykum. Qancha ekan aka baho? 55. 55 ming. Bozor qancha berdi? 50 ming. Sodamlar bersin. Bular cho'ngroqlar ekan. Qanchadan ekan bunlari? 65 mingdan. Bozor qanchalar baho berdi? Qanchadan berdi bozor? Soda oldu-mu? Ha, savdo bo'ldi. Bularga 50 dan berdim ama maydalar. Bunlarga 50 dan, ha? Bunlar cho'ngroqcha. 64 dan. 64 ming. Sodanlar versin. Qancha berib qo'yding? 63? 63 ming. 63 ming. Assalomu alaykum. Bular bo'zmi-chi? Bo'z shuyta? Bilmayman bu. Qanchadan ekan? 90. 90 ming. Bozorlar baho berdi, qanchadan berdi? Ayami keldik. Emi keldingiz, ha? Bor bo'zi shu. Çakotelim. Semiz kısır arık boğaz degende. Şef kaç yer koydunuz? 82 ming. Bu kısır semiz degen ha. Ulan kısır ha? Kısır bu kaçtan ekan bahsi? 85 dan. 85 ming. Pazar bağlı mı? Kaçtan berdi? Baho berildi ha? Pazar baho berildi ekan. Qancha ekan bahsi? 80. Kısır ha? Güman ha? Güman deydi. Qancha berdi pazar aka? Baho berdi mi? Pazar baho berildi ha? Naluku semiz ekan yaxshi. Belgisiz ekan? Atika bana verin. Yok şef süren. Tuğan eken ben bunu. Öyle bu. Biz Qancha berib qo'ydingiz? Sarıga? sarığa var. Ha. Sarıga. Buna qancha berdi aka? Buna qancha berdi sarıga? 100 ming berish oldu. 100 ming mi sarıga? Buna 100 ming berdi. Buna qancha aka? Ha. Onda biz şöyle cıldaydı gelsin. Bunaqa. Qancha berdi? Kurgunlar karaysan. 115. 115 ming berdi aka. Yepyeni.
Tuğanlar buyursa mına şu videomuzu jentықтайбыз. Лайк, комментарий калдырып коюңдар. Достор менен бөлүшүп дегенде. Анча мынча кемчилик болсо бир ашына сөйлөгөн жакшы ой.